Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 6-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azar, sizlarni Oynay jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azar, sizlar 6-dekabrga namoz vaqtlari bilan tanishmoqdasiz. Iltimos, kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Namozni endi boshlamoqchi va boshlagan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida mana namozlarni necha rakatdanligini ko'rsatib o'tganman. Mana hammasi oydin ravshan ko'rsatilgan, hammasi yozilgan. Mana shularni ko'rib, bemalol Xudo xolasa namozlarni o'z vaqtida bajarib boraverasizlar. Azizlar, iltimos aktiv bo'lamiz. Like da bosamiz azizlar. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul olinmaydi. Like bizga pul olib kelmaydi. Like faqat videoni tarqatadi xolos. Qancha ko'pchilik ko'rsa, qancha ko'pchilik jadvaldan manfaat bo'lsa, siz bizga Xudo xolasa savobi tegadi. Shunday ekan, like'larni bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz va videolarni oxirigacha ko'ramiz azizlar. Yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Azizlar, Telegram kunlik namoz vaqtlari degan Telegram kanal ochganman. Shu Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lishni yoddan chiqarmangizlar. Ba'zi sabablarga ko'ra YouTube kanallarimda namoz jadvallari chiqmay qolgan holda ham Xudo xolasa Telegram kanallarimda chiqib boradi Xudo xolasa. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Biz bilan birga bo'ling. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kommentariyada o'z chiroyli fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Azizlar, xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.